Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bu qish keldi degani qalin sapoylarda kiyilar degani emas. Qalin qo'pol sapoylarda kiyilar degani emas. Bunaqangi yengil ichi mexlik oyoq kiyimlarni kiysa ham bo'laveradi. Podojlari yengil, zamishdan tayyorlangan. Zamishviy materialdan, podojlari yumshoq. Kastvalari ham juda zo'r. Ko'rishlaring mumkin. O'tgan safargi videomizda ham bu holat kelganida yana paftor olib keldik. Boli modeli ko'rishlaring mumkin. Kачестволari juda yaxshi. Ayniqsa davlat ishida ishlaydiganlarimiz uchun, akaxonlar uchun juda zo'r narsa. Podojlari yumshoq. Xo'p, teridan tayyorlangan. Teri. Mana chamlarni ko'rishlaring mumkin, teri. Kачествоsi juda chiroyli. Bunga nima deysizlar? Tomnisini. Bir rosa trendga chiqqan Tomnisini. Bu ham ichi mexli, kачестволari zo'r, podojlari yumshoq. Oyoqda juda yengil turadi. Qishki bo'ladimi, yozgi bo'ladimi, hozirgi paytda oyoqlarga yumshoq, yengil turadigan oyoq kiyimlar kiyilyapti. Endi ortiqchalik qorlar yog'maganligi uchun ko'proq mana yengil oyoq kiyimlardan foydalanishyapti. Yana undan tashqari biberlarimiz serob. Mana ko'rishlaring mumkin. Yangilik narsalarimiz ham kelgan. Bunaqangi narsalar ham olishlaring mumkin. Bunimizning narxi hop 350 ming so'mdan. Ko'rishlaring mumkin. 350 ming so'm. 215 ming so'mdan. Akalar, 215 ming so'mdan. Bu ham 215 mingdan qilib beraveramiz. Ichlari mexli, kojali material. 215 ming so'mdan bu ham. Zamishimiz ham 215 mingdan. Obuna bo'lishda davom etinglar. Bizga obuna bo'linglar. Oyoq kiyimlar haqida ma'lumotlar bo'lsa, bemalol kommentariyalarga yozishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.